Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi mebel musobaqasini qilib oldik. Buni Samarqand shahar Charxinga qo'yib ekanmiz. Buni razmeri 3.60 ga 3.5 metr qilib joylashtirib ekanmiz. Balandligi 2.60. Materiallari 100% MDF dan bo'lgan. Ustlariga 3 cm toshdan qo'yib ekanmiz. Bonus ketgan musor satili, moykasi, smesitili va sushilkasi. Xo'p. Bunga tosh qo'yib ekanmiz. Xohlasangiz installyatsiya qo'yib berishimiz mumkin. Xohlasangiz quyma tosh, xohlasangiz masalan granit 3 cm-lik. Materiallarni siz xohlagan materialdan, masalan akril, MDF, laminatdan qildirsangiz bo'ladi. Ranglarni ham siz xohlagandek, bu klientga ma'qul bo'lgani uchun shu materialdan qilib beramiz. Bu mebel biz Charxinga o'rnatib berdik. Buni Samarqand shahar bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz tekin. Bundan tashqari boshqa viloyatlarimizda bemalol nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishga bo'ladi. Mexanizmlarga kelsak, mexanizmlar polni vakuum bo'lgan, Samet firmaniki. Roliklari ham qanday mexanizmda qo'yib berganmiz.